Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xabar. Yangi yil munosabati bilan qaysi fuqarolarga mukofotlar berilishi aytildi. Tezda o'z mukofotlaringizni oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston fuqarolariga yangi yil munosabati bilan bayram mukofotlarini berish majburiymi? Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri mamlakat qonunchiligiga tayanib ushbu masalaga aniqlik kiritdi. Mehnat kodeksining 252-moddasiga ko'ra, ya'ni rag'batlantiruvchi xususiyatga ega to'lovlarga ko'ra, mukofot va boshqa rag'batlantiruvchi to'lovlar tartibi ish beruvchi tomonidan belgilanadi hamda jamoat shartnomasi yoki ichki hujjat bilan rasmiylashtiriladi. Agar ishchi hujjatda barcha xodimlarga bayram munosabati bilan mukofot berish majburiyati belgilangan bo'lsa, ish beruvchi uni berishi shart. Aks holda bu qarzdorlikni keltirib chiqaradi. Agar bunday majburiyat ichki hujjatda ko'zda tutilmagan bo'lsa, mukofot berish majburiy emas, u ixtiyoriy hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarida. Ta'kidlanishicha, mukofotlashda kamsitishga yo'l qo'yilmaydi. Mehnat kodeksining 4-moddasida mehnat huquqining tegishli mehnat va mashg'ulot sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipiga ko'ra, jinsi yoki lavozimi yoki mehnat natijasiga bog'liq bo'lgan boshqa holatlar asosida farqlash kamsitish hisoblanmaydi, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, hozir ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar ko'paymoqda. Ya'ni u xabarlar yangi yil tuhfasi beriladi, yangi yilga odamlarga pul beriladi degan xabarlar ko'paydi. Shu xabarlar orqasidan biz mana shu ma'lumotni sizga taqdim etishni o'zimizga ep ko'rdik, deyilgan ma'lumotda. Azizlar, ushbu xabar ostiga like bosing. Yangi yil tuhfasi beriladi deb yurgan tanishlaringizga ham yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ayniqsa videorolikni qarindoshlar va mahalla gruppalariga tashlang.